Germaniyada qishki kiyimlar yosh bolalar uchun necha pul? Ketdik. Qishki kiyimlar уже chiqqan. Mana shu kurtkalar, mana bu 6, 7, 8 yoshga ham to'g'ri keladi. Narxi 10 yevro. Bizni pulga 140 ming. Mana uni asalligini qaranglar. Qalin, вообще yuvib kiydiradigan. Narxi buni ham 10 yevro. Bizni pulga 140 ming turibdi. 1 yosh, 2 yoshlarga bemalol maza qilib kiyadi, 3 yoshgacha даже. 10-12 yoshli bolaga mana 20 yevro, 280 mingga mana shunaqa kurtkalar. Mana bunaqa kurtkalar, bu ham 10-11 yoshlarga bemalol to'g'ri keladi. Bizni pulga где-то 250 ming, 18 yevro turibdi. Bu kurtkani qaranglar, qanaqa shirinligini. Bu 13-14 yoshlarga ham bemalol to'g'ri keladi. 10 yoshdan boshlab gavdasiga bog'liq 20 yevro, bizni pulga 280 ming. Va yana qizlarga mana bunaqa ichlarini qaranglar, qanaqa qalin-da, mana mexli. Bu ham 280 ming, 20 yevro. Bu rangi qaranglar, qanaqa chiroyli va ichlari mana buni ham mex. 18 yevro, где-то bizni pulga 250 mingga aylanadi. Detki 1 yosh, shu 2 yoshli bolalarga mana bunaqa kurtkalar, buni puli где-то bizni pulga 200 mingga aylanadi, 15 yevro. Bu ko'rsatgan kurtkalarim narxiga nisbatan biz uchun arzonmi yoki qimmatmi? Sifatini ham ko'rdinglar.